Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Qirg'izistonda hayit sanasi e'lon qilindi. Ramazon oyi yana 29 kun bo'lishi mumkin. Qirg'izistonlik ulamolar Turkiy davlatlar tashkiloti fatvo kengashiga asoslanib Ramazon hayiti 20-mart sanasiga to'g'ri kelishi ma'lum qilindi. O'zbekiston musulmonlar idorasi ham ushbu kengashga a'zo. Agar hayit ayyomi O'zbekistonda ham 20-mart kuniga to'g'ri kelsa, bu yilgi Ramazon oyi ham 29 kunda yakunlanishi mumkin. Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi 2026-yilgi Ramazon hayiti bayrami 20-mart juma kuniga to'g'ri kelishi ma'lum qilindi. Diniy boshqarma 10-mart kuni e'lon qilingan ushbu qaror Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar fatvo kengashida qabul qilinganini bildirgan. Aslida diniy bayramning aniq sanasi oy ko'rinishiga qarab bir kunga farq qilishi mumkin. Bu holat joriy yil Ramazon oyining boshlanishida ham kuzatildi. Xususan, Saudiya Arabistoni oy kuzatish qo'mitasi va unga ergashgan bir necha mamlakatlar joriy yil 18 fevraldan Ramazon oyini kutib oldi. Boshqa ko'plab musulmon mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham Ramazon oyining 19 fevraldan boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu safar hayit sanasi borasida ham mintaqadagi barcha diniy idoralar astronomik hisob-kitoblar asosida 20-mart sanasida to'xtalishgan. Bu sana joriy yil 2-4 fevral kunlari Samarqandda Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari musulmon diniy idorasi rahbari kengashi huzuridagi fatvo hay'atining maslahat yig'ilishida kelishilgan. Ushbu fatvo hay'atiga Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlari Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va kuzatuvchi davlatlar Turkmaniston, Vengriya muftiylari vakillari kiradi. Hozircha O'zbekiston musulmonlar idorasi Ramazon hayitining sanasi borasida aniq ma'lumot bermadi. Agar diniy idora e'lon qilgan taqvim bo'yicha Ramazon oyi 30 kun davom etsa, hayit bayrami 21-martga o'tishi mumkin. Aksincha, 20-mart hayit kuni bo'lsa, 2026-yilgi Ramazon oyi ham 29 kundan iborat bo'ladi. 2025-yilda ham Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston ulamolarining hisob-kitobiga ko'ra Ramazon oyi 29 kunda yakunlangan edi. Kun.uz bu borada O'zbekiston musulmonlar idorasiga matbuot xizmatiga so'rov yubordi. Yaqin kunlarda O'zbekiston musulmonlar idorasi bu savolga javob beradi, aniq sanani e'lon qilinadi. Aziz dindoshlar, videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ramazon hayitining aniq sanasi ushbu kanalimizda e'lon qilinadi. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.